Assalomu alaykum. Meni kuzatgan jamiki musulmon ahli. Do'stlar, shu yerlarga kelishimga ishongan insonlarga kattakon rahmat. Ishonchlaringni oqladim. Inshaalloh sizlarga ham Allohning baytiga kelish nasib qilsin do'stlar. Meni yomon ko'rgan insonlar, meni negativ bo'lgan insonlar, agar sizlarga nimadir yomon ish qilgan bo'lsam, xato ish qilgan bo'lsam, Alloh uchun kechiringlar meni. Allohimdan so'raymanki, yurtimizda kasal insonlarga shifo bersin Allohim. Jamiki farzandsiz insonlarga farzand bersin Allohim. Allohning baytiga kelish va shunday yurishlar sizlarga ham nasib qilsin. Hozir akamizni ko'rib qoldim, namanganlik. Assalomu alaykum barchaga. To'g'risi men bu bolaga tan berdim. Allohning nazariga tushdi bu bola. Sababi Makka va Madinaga shuncha kun ichida piyoda yetib keldi. Hech kim ishonmadi. Hech kim ishonmagan. O'zbekistondan chiqmagunimcha sen hammani o'yin qilyapsan, aldayapsan dedim. Mayli, podpiska ko'paytiryapsan deb ko'pchilik negativ yozdi. To'g'risini aytganim boshda men ham shunaqa deb o'ylagandim. To'g'ri. Oilaviy o'g'lim, bola chaqalarim bilan birga kuzatdik bu bolani. Oxiri Makka va Madinaga yetib keldi to'g'risi. Inshaalloh Allohning nazariga tushgani shu bo'ldi. Nimaga unaqa deyapsiz desangiz, ko'pchilik bundan keyin piyoda yo'lga chiqdi Makka va Madinaga. Birorta podpiska ham qo'shilmadi, videosi bir kuchaymadi hamda. Bu bola birorta reklama ham olmadi. Niyati boshqachada buni Makka va Madinaga piyoda yetib kelish niyati. Shuning uchun podpiskasi ham qo'shilib ko'tarilib ketdi. 3 million 300 bo'lib ketdi. Bu degani Allohning nazariga tushdi bu bolaga degani. Nima deysizlar do'stlar? Hammaga rahmat do'stlar. Bu podpiska degani odam degani to'g'rimi? Hamma musulmon. Yo, men ularga yomon narsa qo'ygan yo'qman. Men yana tan berganim birorta ham reklama olmadi. Hozirgi zamonda 10 mingta podpiskasi bor blogerlar ham reklama olib yotibdi. To'g'risini aytganda, bu pulsiz qolganda ham o'zi yo'lda ishladi to'g'risi. Tan berdim bu neydik? Men to'g'risi oldin ofisant bo'lganman. Hamma yo'lda, har yerda yo'lim topishga o'rganganman. Allohga ming shukrki, bundan keyin ham zo'r narsalar, zo'r videolar qo'yib boraman. Inshaalloh hech kimning dilini, ko'nglini og'ritmayman. Allohim sizlarga ham shu yo'llarga kelish nasib qilsin. Akamiz bilan hozir Baytullohning atrofida aylanyapmiz. Sizlarga ham nasib qilsin do'stlar. Chindirdan niyat qilinglar. Meni yomon ko'rgan insonlar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Alloh uchun.